Farosatli va yaxshi uy bekasini uning posteli va yostiqlaridan bilsa bo'ladi. Chunki postel har doim toza, yoqimli hidli va tartibli bo'lishi kerak. Bu uyga bo'lgan hurmatning, oilaga bo'lgan mehrning va o'ziga bo'lgan g'amxo'rlikning eng birinchi belgisidir. Yangi yil boshlanmoqda. Demak, nafaqat rejalarga, balki uyimizdagi muhim mayda detallarga ham yangilik kiritish vaqti keldi. Shunday ekan, eng avvalo yangi yil oldi yostiqlarimni yangilab oldim. Chunki sog'lom uyqu, toza energiya va tinchlik aynan shundan boshlanadi. Toza postel faqatgina gigiyena emas, bu ruhiy poklanish, ichki tinchlik va toza energiya manbai. Uxlaganimizda ong jim bo'ladi, tana bo'shashadi va aynan shu lahzalarda postel tozaligi, hidi va tuzilishi uyqu sifatiga kuchli ta'sir qiladi. Choyshablarimni har 3 kunda bir marta yoki 10 kunda 2 marta almashtirishga harakat qilaman. Bu nafaqat sog'lik, balki o'zimga bo'lgan g'amxo'rlikning bir ko'rinishi. Esda tuting, toza postel bu toza uy. Toza uyda esa toza energiya, toza uyqu va toza hayot bor. Yangi yil aynan shundan boshlansin.